Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz a'zolari. Qayerdan kelsiz? Qoraqalpog'iston. Qoraqalpoq. Oldin nima olib ketdingiz? Üzüm ko'chatlarini olib ketdim. Ha, endi mana yana kech bu yil bahor. Noyabrda kelib oldim 25da. Kelib olishgan endi. Mana kelib hozir har xil meva daraxtlardan olib ketishyapti. Bu yerda yong'oq, gilos, sliva, boshqa shaftoli, mana atirgullar ham. Endi mana uzumlarni assortimentidan olishdi. Mana kalchadan olishdi, qalamchasidan ham olishdi, avatar, preobражение degan. Qisqasi bu yerda har xil navlardan bor. Olib ketishyapti mana. Kimga kerak bo'lsa, sizlar ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Eng yutug'i ishonarli ko'chalarimiz Oltiarda markazida. Yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Telefon nomerimiz 91lik 123 0550. Mana syomka qilayotgan o'g'aynimiz ham Oqqo'rg'ondan kelgan. Buvayda Oqqo'rg'on. Ha, o'zlari Qo'qondan kelganman. Mana olyapman mana. O'qaman mana. Mana o'zim ham doimo Qozog'istonlarga necha mingtalab ko'cha topib ketishgan. 30 gektarda boq qilishgan. 30 gektarda boq qilishgan. Hoji akam bilan bu. Mana har xil ko'chalar bor, mana bemalol murojaat qilaversa, xudo xolasa, bitta pochta qilib, boshqa qilib jo'nataveramiz. Sog' bo'linglar, yaxshilikka yondashamiz, like bosib, podpiska qilib, yozib qo'yinglar ko'chani deb. Rahmat. Boq qiling, boy bo'ling. Ha, boq, ayting yana, ayting. Boq qilinglar, boy bo'linglar. Bak, kuzatib turar ekan. Qoraqalpoqdan kelibman, Qozog'istonlarga emas. 30 ming talab ekishgan, 30 gektarlar. Hozir zo'r bog'lar bo'lib ketgan. Mevalar chiroyli. Yana kelib olib ketyapman. O'sha Qozog'istonda ham o'zimiz bolalar ham qarashib boshqa qilishyapti Oltiarda. Oltiarda bolalar qaraydi hozir. Rahmat, sog' bo'linglar. Bemalol murojaat qilaveramiz. Har pista deysizmi, kivi deysizmi, hamma narsalar bor mana. Pista ko'chalargacha, kivi ko'chalari hamma narsa. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.